Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Assalomu alaykum. Efirda viloyat ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmati tomonidan tayyorlangan vaziyatlar rakursi ko'rsatuvi. Ezguliklar oiladan boshlanadi. Oila jamiyatning kichik bir bug'uni. Xalqimiz milliy an'analarini o'zida saqlovchi mo'jaz maskan. Qolaversa, farzandlar kamolotini ta'minlaydigan muqaddas maskanda milliy an'ana, sharqona qadriyatlarimiz sayqallanadi, bu avloddan avlodga yetkaziladi. Viloyat ichki ishlar organlari xodimlari va ularning oila a'zolari o'rtasida o'tkazilgan tadbir ana shu jihatlari bilan e'tiborga molik bo'ldi. Samarqand viloyati ichki ishlar organlarida xizmat olib borayotgan xodimlar o'rtasida namunali oila ko'rik-tanlovining viloyati bosqichi o'tkazildi. Ko'rik-tanlovga viloyatning shahar tuman bo'limlarida xizmat qilayotgan namunali xodimlarning oila a'zolari taklif etildi. 18 ta jamoa qatnashgan mazkur ko'rik-tanlovda ishtirokchilar 3 ta shart bo'yicha o'zaro bellashishdi. Dastlab tanishtiruv sharti orqali ishtirokchilar o'zlarining chiqishlarini taqdim etishdi. Bellashuv jarayonlari hakamlar hay'ati tomonidan munosib baholab borildi. Shundan so'ng navbatdagi shartga ko'ra ishtirokchilar tomonidan o'zlarining hayot yo'llari aks etgan elektron foto va video materiallar navbat bilan taqdim etildi. 3-shartda biz kitobxon oilamiz g'oyasi ilgari surildi. Unda ishtirokchilar o'zbek va jahon adabiyoti namunalaridan bilimlarini va o'qigan kitoblarni sinovdan o'tkazishdi. Hakamlar tomonidan taqdim etilgan savollarga ishtirokchilar tomonidan javoblar qaytarildi. Shuningdek, ko'rik-tanlov davomida qatnashchilar tomonidan kuy qo'shiqlar ijro etilib, barchaga a'lo kayfiyat ulashildi. Tadbirning eng hayajonli daqiqalari ham yetib keldi. Ko'rik-tanlov yakunida hakamlar hay'ati tomonidan barcha jamoalarning to'plagan ballari e'lon qilindi. Shundan so'ng faxrli o'rinlarni qo'lga kiritgan jamoalar viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati hamda hakamlar tomonidan diplom, kitoblar jamlanmasi va pul mukofotlari bilan taqdirlandi. Ko'rik-tanlov shartlariga ko'ra 3-o'rin viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyoni haydovchisi Safdor Anvar Aralov va uning oilasiga. 2-o'rin esa Toyloq tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash guruhi vaqtincha saqlash hibsxonasi boshlig'i podpolkovnik Furqat Ismoilov va uning oilasiga nasib etgan bo'lsa, ko'rik-tanlovning mutlaq g'olibi Paxtachi tumani ichki ishlar bo'limi, jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi bo'linmasi profilaktika katta inspektori katta leytenant Ruslan Jabborov va uning oilasi bo'ldi. G'olib oila vakillari endilikda ko'rik-tanlovning respublika bosqichida ishtirok etadi. Viloyatimiz hududi bo'ylab xavfsiz va sog'lom yurt maxsus profilaktik tadbirlari o'tkazilmoqda. Bu tadbirlardan asosiy maqsad hududlar tinchligi, xalqimiz osoyishtaligini ta'minlash, jinoyat va turli huquqbuzarliklarning oldini olishdan iborat. Samarqandda xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Joriy yilning 15-aprelidan 15-mayiga qadar o'tkazilishi belgilangan keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar samaradorligini oshirish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, jamoat tartibini saqlash boshqarmasi, patrul post xizmati batalyonida tungi xizmat oldi yo'riqnomasi o'tkazildi. Unda viloyat ichki ishlar boshqarmasi rahbariyati ishtirok etib, tungi xizmatga jalb etilgan xodimlarga xizmatda foydalaniladigan kerakli tavsiyalar berildi. Shundan so'ng barcha ishtirokchilar guruhlarga bo'lingan holda tungi xizmatni o'tash uchun belgilangan hududlarga jo'nab ketishdi. Tungi xizmat tadbirlari doirasida patrul post xizmati, huquqbuzarliklar boshqarmasi hamda boshqa sohaviy xizmat xodimlari tomonidan tunda bemaqsad yurgan yoshlar, shubhali ko'ringan fuqarolar bilan profilaktik suhbatlar o'tkazildi. Shuningdek, patrul post xizmati batalyoni xodimlari tomonidan ko'cha va xiyobonlarda qoldirib ketilgan va fuqarolar harakatiga xalaqit berayotgan aravacha va mopedlarni tartibga solish bo'yicha ham tadbirlar tashkil etildi. Ularning egalari topilib, tushuntirish ishlari olib borildi. Xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlari davom etmoqda. Hamidullo meni bir savol o'ylantirib qo'ydi. Haydovchilik guvohnomasini sotib olsa bo'ladimi? Umid opa, bunday bo'lishi aslo mumkin emas, chunki bundan oldingi ko'rsatuvlarimiz sonlarida ham haydovchilik guvohnomasini olish tartibi haqida mutaxassislar fikri bilan biz batafsil ma'lumotlar berganmiz. Haydovchilik guvohnomasini olish tartibi va mezonlari belgilab qo'yilgan. Shunday bo'lsa-da, haydovchilik guvohnomasini olib beraman deydigan kimsalar uchrab turibdi. Hozirgi lavhamizni ko'ring, xulosa qiling. Haydovchilik guvohnomasi olib berishni va'da qilgan shaxs
pul olayotgan vaqtida qo'lga tushdi. Xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari doirasida joriy yilning 18-aprel kuni Ichki ishlar vazirligi Shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi, Samarqand viloyati bo'yicha boshqarmasi, Samarqand viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati, Jinoyat qidiruv boshqarmasi, Korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish bo'limi hamda boshqa huquqni muhofaza qiluvchi organ xodimlari hamkorligida Samarqand shahrida tezkor tadbir o'tkazildi. Tadbirda 43 yoshli MChJ rahbari 54 hamda 52 yoshli fuqarolardan Samarqand imtihon markazidagi mansabdor tanishlarini moddiy manfaatdor etish orqali 20 nafar nomzodni imtihonlardan hech qanday to'siqlarsiz o'tkazib berishiga ishontirib, har biri uchun 1000 AQSh dollaridan jami 20 ming AQSh dollari miqdoridagi pullarni olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Xabar berib borayotganimizdek, har hafta viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining fuqarolar bilan yuzma-yuz qabullari o'tkazilmoqda. Mazkur muloqotlarda odamlarni qiynayotgan turli mazmundagi murojaatlar eshitilib, ularning qonuniy yechimlari ko'rilyapti. Fuqarolarning muammolarini joyida o'rganish, hal qilish, pirovardida aholining davlatdan rozi bo'lishiga erishish maqsadida viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Rahmat Mamatovning aholi bilan navbatdagi qabuli o'tkazildi. Unda turli masalalardagi murojaatlar eshitildi. Barcha muammolarga alohida e'tibor qaratildi. Qalandar Eshpo'latov farzandi xorijga ketib, bedarak yo'qolganini bildirib, uni topishda amaliy yordam so'radi. Hasanboy Rustamov svetofor o'rnatish, Mirsayid Abduraimov pul oldi-berdisi, Ibrohim Rajabov avtomashina oldi-sottisi, Gulnoza Amirova oilaviy nizoni hal etish, Mirkarim Xolnazarov kiberfiribgarlikdan jabrlangani yuzasidan murojaat qildi. Yuzma-yuz qabulda fuqarolarning 30 ga yaqin masalalari eshitildi. Elyor Aminov, Alisher Raupov va Sanjar Saidazimov ichki ishlar organlariga ishga tiklashda yordam so'ragan bo'lsa, Lochin Niyozov ishga kirish tartib-qoidalari bilan qiziqdi. Bildirilgan murojaatlarga huquqiy tushuntirishlar berilib, vaqt va o'rganishlar talab qiladiganlari ijrosi nazoratga olindi. Jamiyatda huquqiy ong, huquqiy madaniyatni yuksaltirish, qonun ustuvorligini ta'minlash va qonuniylikni mustahkamlashning eng muhim shartlaridan biri hisoblanadi. Qabul doirasida mavjud masalasiga najot istab kelgan fuqarolarning ko'nglida umid uchquni porladi, muammosiga chora topildi. Albatta, aholining murojaatlarini tinglab, o'z vaqtida samarali hal etish ularning davlat organlariga bo'lgan ishonchini oshiradi. Shuningdek, bu orqali fuqarolarning haq-huquqlari ta'minlanadi. Ta'lim-tarbiya jarayonlariga zamonaviy yangiliklar va innovatsion usullarni tatbiq etish davr talabi. Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga biriktirilgan 17 ta umumta'lim maktablari va oliy ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlik memorandumi imzolandi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ichki ishlar organlarining voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasiga oid faoliyatini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yil 18-martdagi qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Ichki ishlar vazirligi Samarqand akademik litseyida yoshlar o'rtasida huquqbuzarlikning oldini olish, ta'lim va tarbiya jarayonida pedagogik, psixologik yondashuvlar hamda zamonaviy interaktiv metodlarning qo'llanilishi mavzusida ilmiy-metodik seminar o'tkazildi. Mazkur seminarga Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga biriktirilgan 17 ta umumta'lim maktablari direktorlari, o'rinbosarlari va psixologlar ishtirok etdi. Seminarda yoshlar tarbiyasi, ularning bilimi va savodxonligi, ayniqsa bugungi kun yoshlarning davrdan ortda qolmasligi, tirishqoq va halol bo'lishi so'zga chiqqanlar tomonidan ta'kidlandi. Ularning hayotga bo'lgan munosabatini hamda psixologik qarashlarini to'g'ri shakllantirishga jiddiy e'tibor qaratish lozimligi aytib o'tildi. Seminar yakunida oliy ta'lim muassasalari hamda maktablar o'rtasida hamkorlik memorandumlari imzolandi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali sizlarga xabar bermoqchi bo'lgan lavha va reportajlarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali ham kuzatib borishni unutmang. Omon bo'ling. Salomat bo'ling.